aziz do'stlar, hurmatli YouTube obunachilari. Biz bugun Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanidamiz. To'raqo'rg'on tumani Buromatut qishlog'iga qarashli bo'lgan Tanho bugun tabakaxonasi degan mehmon bo'lib keldik. Tanho tabakaxonasida mana bunday chiroyli bir xizmat qiladigan kichkina to'ylarimiz bor ekan. Aytishlaricha Qashqadaryo, Surxondaryo, voha tomonlardan ham kelishib ushbu dargohda mehmon bo'lishyapti ekanda. Mana ko'rmaganlar, mingbuloqliklar Namanganning turli hududlarida ko'rganmiz. Tanhoni bugun pishirayotgan tovuqlari qay darajada mazali yoki yo'qligini biz albatta tanovul etganimizdan keyin sizlarga ma'lum qilamiz. Tanhoda juda maqtashyapti. Mana Xayrullo G'ulomov, o'zlaringiz Xayrullojon haqiqatan ham chetga kelib yurar ekan. Tabakaga gap yo'q. Yaxshimi? Mana bir kichkina shogirdchalari bor ekan, To'rtko'lda, bor ekan. San'atga qoyil bu bolalardan biri. O'ziga ham ming rahmat. Bu yigitni men bir 7-8 yil oldin mana shu kichkinagina bo'tka bo'lardi, shu yerdan yurgizayotganlaridan bilardim-da, lekin hozir seni maqtoving bo'yicha keluvdim, haqiqatan qarasam shu yigit hali ham tanidim. Men albatta mana ajoyib tarzda ham chiroyli. Hammasiga rahmat, yeb ko'rib yana mazasiga baho berasizlar. Tanhoga marhamat deb qo'yamiz. Tanhoda kutamiz mehmonlarni. Sog' bo'ling. Tanho tabakalariga kerak bo'lsa buyurtma berishingiz ham mumkin ekan.